10-martagi Umr safari nomli paketimizga siz azizlarni taklif qilamiz. Umra bu umr safari. Umragacha bo'lgan umri bir davr, umradan keyingi umri bir davrga ajralishi kerak. Ya'ni Allohning baytini ko'rganini, ibodat qilganini, bu umra qilganini inson o'zi his qilgan holatda qaytish kerak. Buning uchun biz sizlarga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Ya'ni 10-martdagi reysimiz juda bir ajoyibotlarga boy bo'ladi. Buning uchun juda bir katta tayyorgarliklar bilan biz ishtiyoq bilan kutyapmiz bu reyslarda va oxirgi 10 kechalarga, qadr kechalariga va hayit namozlariga to'g'ri keladi bu reysimiz. Va bu hayit uchun biz, ya'ni Ramazon uchun 10-martdagi reysimiz uchun har bir ziyoratchiga har doimgidek chamadon, erkaklarimizga ehrom va ayollarimiz uchun ro'mollarni va oyoq kiyim, nimcha va so'mkalar va har bir ziyoratchimizga samolyotda qulaylik yaratish maqsadida bo'yin yostiqchalarini ham biz hadya sifatida tarqatamiz. Inshaalloh 10-martdagi reysimiz juda ajoyib bo'ladi. Haqiqatda quyidagi raqamlarga bog'lanib, o'z joylaringni tezroq band qilinglar. Joylarimiz oz, yana u oz joyimizni ham 50-60% to'lib bo'lgan. Shuning uchun tezroq bog'laninglar.